Yolg'iz erkakni kuni ham qursin, yolg'iz ayolni tuni ham qursin. Agar shu gapga e'tirozi borlar bo'lsa, bu gapni qayerdan oldingiz bu nima degan gap desanglar, oranglarda jufti halolasi dunyodan 5-6 yil o'tib ketgan, 5-6 yildan beri yolg'iz yashayotgan dadalardan so'raylar yolg'izlikni azobini. Bir hasratini eshitib ko'ringlar, dardiga quloq tutib ko'ringlar. Agar shunda ham e'tirozingiz bo'lsa, nikohli insonlar, otalar, akalar, birodarlar, xotiningizni dadasini uyiga 2 oyga olib borib qo'yingda, bir yolg'iz yashab qo'yincha qanday yashar ekansiz? Qana qilib yashaysiz? Shu ham hayotmi? Litaskunu ilayha deyapti Xudo. Men sizlarni o'rtalaringizda bir nafsdan 2 xil jinsni yaratib, dunyoda xotirjam yasharmikinsiz deb men sizlarni juft qilib yaratib, sizlar o'rtanglarda muhabbat paydo qilib qo'ygan Robbingizman, Xoliqingizman deyapti birodarlar.